Dasturimizni davom ettiramiz. Yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, teatr san'atiga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan Turon maktab teatri tanlovining Surxondaryo viloyati bosqichi ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Tanlov nizomiga muvofiq ishtirokchi jamoalarga bir necha shartlar bo'yicha bellashish imkoniyati yaratildi. 15 ta hudud, 15 ta jamoa, 15 dan ortiq asarlar namoyishi. Erta tongdan karnay-surnay sadolari Turon maktab teatri tanlovining viloyat bosqichi ishtirokchilarini Termiz shahrida joylashgan san'at saroyi tomon chorladi. Birinchi shart doirasida jamoalar o'z maktablarining yutuqlari, ta'limdagi erishgan natijalari, taniqli bitiruvchilari haqida taqdimot o'tkazib, hakamlar tomonidan berilgan 5 ta savolga javob qaytardilar. Bu teatr tanlovi bejiz emas. Kimgadir hayot yo'llanmasini tanlashda bolalarga yordam beradi. Kitob o'qishda-yu har bir jabhada ilg'or bo'lishlariga yordam beradi. Balki san'atkor bo'lishmas, lekin san'at albatta farzandlarimizni yuksak cho'qqilarga intiltiradi, erishishga yordam beradi. Men hozir o'quvchilarni, surxondaryolik maktab o'quvchilarini ko'rib turibman-u, demak bulardagi shijoat, bulardagi qiziqish naqadar meni ham qiziqtirib o'ziga jalb qildi. Ikkinchi shart esa tanlovning eng qiziqarli va tomoshabob qismiga aylandi. Unda jamoalar tomonidan turli badiiy asarlar asosida sahnalashtirilgan teatr chiqishlari namoyish etildi. Tuman sahnamizda Erkin Vohidovning Ruhlar isyoni, ya'ni jaholat to'g'risida rivoyat she'riy obrazda sahnalashtirgandik. Viloyat bosqichida ham xuddi shu sahna ko'rinishini ijro etamiz. Sahnalashtirilgan teatr asarlari orqali yoshlar nafaqat kerakli bilimga ega bo'lishdi, balki o'g'il-qizlarning hayotiy saboqlar olishiga ham imkon berdi bu asarlar. Tanlov yakunlandi, natijalar e'lon qilindi. Hakamlar hay'ati xulosalari va to'plangan ballarga ko'ra Uzun tumanining 2-maktab jamoasi 3-o'rin, Qiziriq tumanidagi 2-maktab jamoasi 2-o'rin, Jarqo'rg'on tumanidagi 10-maktabning ma'rifatchilar jamoasi 1-o'ringa munosib deb topildi va ma'rifatchilar jamoasi tanlovning respublika bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritishdi.